Ushbu videoda atmosferni isitish qozonlarini to'g'ri o'rnatish bo'yicha ma'lumot beramiz. Ushbu qozonlarda dimoxod tashqariga 3 sm uklon bo'lishi kerak. Agar zavod berilgan dimoxod o'rnatishga imkon bo'lmasa, qo'lbola uslubda yasalgan nержавейкаdan dimoxod o'rnatib, kondensatni shu uslubda chiqarib olsangiz bo'ladi. Isitish qozonlarini me'yorida ishlashi va kafolati uchun gaz filtr va reduktorlar o'rnatilishi shart. Gaz past hududlarda eng kamida 20 diametrli trubalar bilan va gaz nakapitel bilan o'rnatish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, gaz sizib chiqishi va yong'indan xavfsizligi uchun gaz himoya datchiklarni o'rnatishni unutmang. Elektr tizimi kafolati uchun birinchi avtomat, ikkinchi stabilizator, uchinchi antiskachok va eng muhimi zazemleniya bo'lishi shart. Va shu tartibda isitish qozoni ulanadi. Isitish qozonini suv tizimidagi metall zarrachalardan va chiqindilardan himoya qilish uchun Sechnik kasoy filtrdan yo universal filtrdan foydalaning. Ushbu shartlarni va tavsiyalarni bajarsangiz, qozoningizni umri uzayadi va to'liq kafolatga ega bo'lasiz.